Tilanchi erkak aslida millioner va biznesmen bo'lib chiqdi. Hindistonning Madhya Pradesh shtatida ko'chalarda tilanchilik qilib yurgan, mo'xov kasalligiga chalingan erkak aslida boy inson ekani ma'lum bo'ldi. Uning nomiga bir nechta ko'chmas mulk, transport vositalari va yon bizneslar rasmiylashtirilgan. Maxsus reydlar davomida mahalliy hokimiyat vakillari Sarafa bozori hududida yillar davomida tilanchilik qilib kelgan jismoniy imkoniyati cheklangan erkakni olib ketishdi. Taxminan 50 yoshli Mangilal ismi bilan tanilgan bu kishi yura olmasdi. U g'ildirakli kichik yog'och supacha ustida o'tirib, o'zini asta-sekin itarib harakatlanardi. Mo'xov kasalligi sababli u barmoqlaridan ayrilgan. Bu esa odamlarning rahmini keltirib, cho'ntagidan mayda pul chiqarishiga sabab bo'lardi. Keyinchalik bu holat oldindan puxta rejalashtirilgan strategiya ekani va u ko'plab sog'lom insonlardan ham boyroq ekani ayon bo'ldi. Mangilal aslida uysiz emas. U 3 qavatli uy va yana 2 kvartira egasi hisoblanadi. Erkak Sarafa bozorida topadigan puli tirikchilik uchun emas, balki turli investitsiyalar uchun ekanini tan olgan. Tergov jarayonida Mangilalning oila a'zolari ham tilanchilik bilan shug'ullangani aniqlangan.